Korobka xizmatlari bo'yicha ishlarimizni bitta tanishtirib chiqamiz. Malibu amerikanskiy 1.5 turbo variator korobka. 2013 1.6 Lacetti avtomat. Jetur X70 bu ham avtomat korobka. Nissan Venucci bu robot korobka, suxo сцепление. Hada Jetur T2'miz bor. Bu Xitoyda o'zidan bir kelib qolgan. Bu kilometri 150 kilometr xolos. Bunga o'sha korobkaga zapchast kutyapmiz. Bu tomonda Malibu 2.5 deydi korobkasini olib qo'yganmiz. Svarka qilingan, lekin bari sinib ketgan. Bunga korpus zamini, ketgan zapchastlarni terib chiroyli qilib beramiz. Malibu XL bu Malibu korobkasi XLda biroz bunni cheska qilib, ketgan zapchastlarni qo'yib yig'ishni boshladik. 1.6 korobkasini tushirib qo'yganmiz. Bu tomonda yana bitta Malibu Premier korobkasini olib kelishgan. Buni ham ketgan zapchastlarni qo'yib yig'ib beryapmiz. Amerikanskiy Malibu variator korobkasi. Уже почти bitib qoldi. Jetur buni avtomati. Buni chachib olganmiz. Buni ham endi ketgan zapchastlarni aybini topib to'g'irlab beramiz. Bu tomonda Kia Carnival'da 8 tali korobkasini olib qo'yganmiz. Paketlar tuygan. Buni endi bunga zapchastga serib qo'yganmiz. Kelsa buni ham. Bu tomonda Dolphin olib qo'yganmiz. Bunga ham zapchast kutyapmiz. Variator korobka. Ko'chada ham Malibu korobkasini olganmiz. Buni o'sha nasoslar yeyilib, очистка, gamina filtr. Buniki ishi nima, log'ki. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Avtomat, robot, variator. Muammolaring bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.